Mana buni ko'ryapsizmi? Mana tagida ko'ryapsizmi? Qumlarni, hamma narsani cho'ktirganda bu filtr bo'ladi. Mana ko'rib turganingiz, grup очищениеga qo'yganmiz. Ikkita qo'yganman. Birinchi mungga kiradi, keyin mungga kiradi. Ko'ryapsizmi? Rangini, ahvolini keyin qarang. Mana turbadan shunday suv o'tadi-da. Mana ultrafiltratsionniy suv kiradi. Ham bundan keyin yana chiqib turib, mana filtrimizga kiradi. Bu filtrimizni qarang. Oppoqqina paxta bo'lib turishini ko'ryapsizmi buni? Ha? Tagida bir qumma zarrachalari ham yo'qdi. Ozgina bor ekan, bitta ikkita dona demasangiz qarang. Ozgina. Bu qancha suv o'tkazganida shu holat kelgan deb o'ylaysiz. Mana bitta sho'tchi qo'yib qo'yganmiz. 44202 litr suv o'tgan mana shu filtrimizdan. Pramoy mana osmosga berib qo'yganmiz, ko'rib turganingizdek, demak mana ultrafiltratsionniy o'rtoqlar ancha foydasi bor. Suvni mana ahvolga keltirib qo'yapti. Zashtasi uchun bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Qo'rqmasdan tavsiya bera olaman o'rtoqlar, chunki sinovdan mana o'zim o'tkazyapman. Kerak bo'lsa kelaverasizlar.